Bizda ham kam bola chaqa bor, tirikchilik qilishimiz kerak. Havasga qilinayotgani yo'q. Tivariga o'xshab bunaqa gapirmasdan turib, oldin farosat ishlatish kerak. Yandex chaqirmadingmi o'rtoq? Yandexni narxini ko'rdingmi? Bizani odamlarda insof ham yo'q bor. Sal havo o'zgarsa, siraz narxlarni oshirib. Bu kim keladi? Paputi to'xtatib ketamiz. Ha bolalar, taksi kerakmidi? Ha, aka taksi kerak edi. Qayerga borish kerak? Shundoq kelis ketmasdan tushib qolamiz. Nechib bermoqchisizlar bolalar? Endi aka biz har doim 10 mingga borib kelyotgandik. Shunga hozir ikkilanib turibmiz, to'g'ri kelsa 10 mingga borib qo'ying. Bo'ldi bolalar, o'tiringlar, ketdi, olib borib tashlayman o'zim. Insoflilari bor, o'rtoq ko'rdingmi, ketdi. Aka tushunadigan odam ekansiz. Gazim kam qopti. Zapravka ochilib qolgan ekan. Shuni zapravka qo'ysam bo'ladimi bolalar? Tez chiqib ketamiz. Bo'ldi, aka. Menga qara, og'ayning zapravkani oxiri ko'rinmayapti. Ishga kech qolamiz. Anga gapir tushib. Aka, bu o'chirt bilan siz o'chirtingiz kelmasa kerak. Keta qolinglar. Ukam, aytayotgan narxlarga olib borib tashlayotgan bo'lsam, ozgina sabr qilib turinglar. Ozgina qoldi mana hozir. Tugasin shunda kirib olamiz. Menga qarang, aka, siz bilasiz, normalniy odamsan, qo'tgan ishingizni qarang. O'chirtda turar ekansiz. Nima qilasiz bizani vaqtimizni olib? Ayoda turganlaringda taksi narxi ko'tarilib ketdi, karkar qotdilaring. Mana bu yerda 1 soat turganingga hozir yig'layapsanmi? Mana bu kechasi bilan turgan odamlar bor. Bizda ham kam bola chaqa bor, tirikchilik qilishimiz kerak. Havasga qilinayotgani yo'q. Tivariga o'xshab bunaqa gapirmasdan turib, oldin farosat ishlatish kerak. Hayotda erkak bo'laring, yop eshuni. Narxi ko'tarib tushirish bu taksistani qo'lida emas. O'rtoqlar, to'g'ri tafakkur qilinglar videoni. Agar yoqqan bo'lsa, like bosib, tarqatib, storyga qo'yib, bitta banglatib yuborsangiz juda ham xursand bo'lardim. Rahmat bir-birimizni tushunganimiz uchun.